Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men qariyalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap avgust oyidan boshlab ayrim fuqarolarga pensiya va nafaqa ustiga qo'shimcha pul tushishi, ayrim holatlarda esa bir martalik yoki qayta hisob-kitob natijasida 1 million 5 ming so'mgacha qo'shimcha mablag' olinishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ko'pchilik odam o'ziga tegishli pulni talab qilmagani, hujjatini vaqtida topshirmagani yoki qayta hisoblashni so'ramagani uchun oylar davomida kam pul olib yuradi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kim qo'shimcha oladi? Kim olmaydi? Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Qaysi holatda 20 million so'mgacha farq chiqishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va qayerga murojaat qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning real daromadiga ta'sir qiladi. Men amaliyotda ko'p ko'raman, odam pensiya oladi, lekin u pensiyasi qanday hisoblanganini bilmaydi. Menga shuncha chiqdi, demak shuncha ekan deb yuraveradi. Aslida esa pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, yoshga doir pensiyami yoki nogironlik pensiyasimi? Ustama va qo'shimchalar bormi? Bola parvarishi davrlari hisobga olinganmi? Harbiy xizmat yoki boshqa imtiyozlar kiritilganmi? Avval topshirilgan hujjatlar to'liqmi yoki yo'qmi? Shu sababli ikki kishi bir xil yoshda bo'lsa ham, biri boshqasidan ancha ko'proq pensiya olishi mumkin. Avval ko'pchilik pensiya va nafaqa miqdoridagi o'zgarishlarni faqat umumiy oshirish deb tushunardi. Ya'ni davlat pensiyalarini oshirdi, hammaniki bir xil foizga ko'tarildi, tamom deb o'ylardi. Lekin amalda masala bundan kengroq. Ba'zi fuqarolarda umumiy oshishdan tashqari qayta hisob-kitob, qo'shimcha hujjat taqdim etish, ustama belgilanishi yoki ilgari hisobga olinmagan davrni kiritish hisobiga ham qo'shimcha pul paydo bo'ladi. Ana shu farq ayrimlarda kichik bo'ladi. Masalan, nakamida 1000 yoki 1 ming so'm. Ayrimlarda esa yig'ilib borib, avgust oyida 1 million 5 ming so'mgacha yoki shunga yaqin miqdorda qo'shimcha to'lov sifatida chiqishi mumkin. Bu yerda juda muhim bir narsani aytaman. Hamma pensioner avgustda avtomatik 1 million so'm oladi degan gap noto'g'ri. Bunday gaplar odamlarni chalg'itadi. To'g'ri tushuncha shuki, ayrim toifadagi fuqarolar avgust oyida oshirilgan miqdor qayta hisoblash yoki oldingi oylar uchun to'lanadigan farq hisobiga qo'shimcha pul olishi mumkin. Kim olishini bilish uchun o'z holatingizni tekshirish kerak. Endi men kimlar bu masalada alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan qariyalar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz yoki pensiyaga chiqqanda ayrim ish joylaringiz bo'yicha ma'lumot to'liq kiritilmagan bo'lsa, sizda qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Masalan, bir ota 6 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin keyin yana 3 yil qorovul bo'lib ishlagan. U ish joyidan rasmiy ish haqi olgan, ijtimoiy soliq to'langan, lekin pensiya organiga qayta hisoblash uchun murojaat qilmagan. Bunday holatda odam men ishladim-ku, nega pensiyam ko'paymadi deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy. Ayrim o'zgarishlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Ayrimida esa fuqaro murojaat qilishi, ma'lumotlar to'g'ri tushganini tekshirishi kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolar. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilangan bo'lsa, parvarishga muhtojlik holati belgilangan bo'lsa yoki ilgari berilmagan ustama huquqi paydo bo'lgan bo'lsa, pul miqdori o'zgarishi mumkin. Masalan, bir ayol ikkinchi guruh nogironlik bilan nafaqa olib kelgan. Keyin tibbiy ko'rikdan o'tib, birinchi guruh deb belgilangan. Lekin oilasi baribir pul tushyapti-ku deb yangi hujjatning pensiya tizimida to'g'ri aks etganini tekshirmagan. Natijada bir necha oy eski miqdorda pul olgan bo'lishi mumkin. Agar qayta hisoblash tasdiqlansa, oldingi oylar farqi bir yo'la tushadi. Mana shunday vaziyatlarda avgust oyida odam qo'shimcha 1 million 200 ming yoki 1 million 500 ming so'mga yaqin farq olishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa boquvchisining yo'qolganlar soni, ularning yoshi, o'qishda davom etayotgani, oilada yana kimlar boquvchi hisoblangani kabi masalalar muhim bo'ladi. Masalan, ota vafot etgan, 2 farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand bo'rindagi yoshga to'lgan. Lekin kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa,
ayrim holatlarda huquq davom etishi mumkin. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin hujjat olib borilgach, qayta tiklash yoki qayta hisoblash masalasi ko'riladi. Shuning uchun bu oilalar avgust oldidan hujjatlarni albatta tekshirish kerak. 4-toifa kam ta'minlangan yolg'iz yashovchi qariyalar va parvarishga muhtoj pensionerlar. Ba'zi qo'shimcha yordamlar hududiy ijtimoiy himoya organlari, mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazlari yoki pensiya bo'limlari orqali aniqlanadi. Agar qariya yolg'iz yashasa, farzandlari uzoqda bo'lsa, sog'lig'i sabab o'zini o'zi eplay olmasa, kommunal to'lovlar, dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlari og'irlik qilsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilish kerak. Chunki ayrim yordamlar faqat pensiya miqdori bilan emas, yashash sharoiti, ehtiyojmandlik darajasi va oilaviy holat bilan ham bog'liq bo'ladi. Endi real sonlar bilan tushuntiraman. Masalan, bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan edi. Oshirish yoki qayta hisoblashdan keyin uning oylik pensiyasi 1 million 400 ming so'm bo'ldi. Farq 170 ming so'm. Agar bu farq 5 oy uchun hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha 770 ming so'm chiqadi. Agar yana boshqa ustama ham qo'shilsa, masalan oyiga 1 ming so'm qo'shimcha belgilansa va u ham bir necha oy uchun to'lansa, umumiy farq 1 milliondan oshishi mumkin. Yana bir misol. Bir onaxon 35 yil mehnat qilgan, lekin pensiyaga chiqayotganda eski korxonasining arxiv hujjatlari topilmagan. Unga mavjud ma'lumotlar asosida pastroq pensiya tayinlangan. Keyin farzandi arxivdan 1990 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasini topgan. Agar bu ma'lumot pensiya hisobiga ta'sir qilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Farq oyiga 200 ming yoki 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu farq bir necha oy uchun yig'ilsa, avgust oyida sezilarli qo'shimcha pul tushadi. Shu sababli men doim aytaman, eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, buyruq nusxasi va boshqa hujjatlar keraksiz qog'oz emas. Ular pulga aylanadigan hujjatlar bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat, pensiyaga chiqqan odamning ish stajida bola parvarishi davri, harbiy xizmat, oliy o'quv yurtida kunduzgi o'qigan davr yoki boshqa qonunchilikda hisobga olinadigan davrlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Har bir davr ham bir xil tartibda hisoblanmaydi, lekin odam tekshirmasa xato qolib ketadi. Masalan, ayol kishi 3 farzand tarbiyalagan, uzoq yillar ishlagan, lekin mehnat daftarchasida tanaffuslar bor. Ba'zi davrlar stajga kiritilsa, pensiya miqdori o'zgaradi. Bu o'zgarish kichik ko'rinishi mumkin, lekin qariyalar uchun oyiga 100 ming so'm ham to'g'ri, non, elektr yoki gaz puliga yetadigan real yordamdir. Kim xavotir olish kerak? Agar siz pensiyangiz nega aynan shuncha ekanini bilmasangiz, oxirgi yillarda ish stajingiz yoki ish haqi bo'yicha yangi hujjat topgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, oilangizda boquvchisini yo'qotgan farzandlar bo'lsa, yolg'iz qariya bo'lsangiz yoki pensiya bo'limiga ko'p yildan beri umuman bormagan bo'lsangiz, albatta tekshirtiring. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning barcha hujjatlaringiz to'liq, pensiya yaqinda tayinlangan, elektron bazada ish staji to'liq ko'rinadi, hech qanday yangi holat yo'q, qo'shimcha imtiyozga asos yo'q bo'lsa, sizda katta farq chiqmasligi mumkin. Lekin tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki xato ba'zan eng tartibli hujjatlarda ham uchraydi. Endi eng muhim nozik joylar va istisnolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala, qo'shimcha pul har doim ham yangi nafaqa degani emas. Ba'zan bu shunchaki oldingi oylar uchun to'lanadigan farq bo'ladi. Masalan, pensiya iyun oyidan oshirilishi kerak edi, lekin hisob kitob avgustda yakunlandi. Shunda iyul va avgust uchun farq bir yo'la tushadi. Odam bank kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushganini ko'rib, endi har oy shuncha olarkanman deb o'ylashi mumkin. Aslida keyingi oyda faqat yangi oylik miqdor tushadi. Oldingi oylar farqi esa takrorlanmaydi. Shuning uchun SMS kelganda yoki bankdan pul tushganda albatta to'lov tafsilotini so'rang. Ikkinchi nozik masala, yil bo'yi million so'm hammaga bir xil beriladigan qat'iy summa emas. Bu raqam ko'pincha bir necha oy farqi. Oshirilgan pensiya qayta hisoblash yoki ayrim qo'shimchalarning yig'indisi sifatida paydo bo'ladi. Masalan, bir odamga oyiga 2,5 ming so'm farq chiqsa va 6 oy uchun qayta hisoblash qilinsa, 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Boshqa odamda farq oyiga taqida ming bo'lsa, 6 oyda darmaqata ming so'm bo'ladi. Demak, qo'shnim oldi, men nega olmadim degan savolga javob shuki, har bir kishining hujjati, staji, toifasi va huquqiy asosi alohida ko'riladi. Uchinchi nozik masala,
Ayrim to'lovlar ariza berilgan kundan boshlab hisoblanadi. Odam men buni 2 yil oldin ham olishim kerak edi deb aytishi mumkin. Lekin qonunchilikda ayrim imtiyozlar faqat murojaat qilingan kundan yoki tegishli hujjat topshirilgan kundan boshlab belgilanadi. Shu sababli kechikish pul yo'qotishga olib keladi. Agar bugun hujjat topshirsangiz ertadan emas, lekin belgilangan tartibda ko'rib chiqilgandan keyin hisoblanadi. Eng yomon narsa keyin boraman deb o'ylar o'tkazib yuborish. 4-nozik masala, bank kartaga pul tushgani bilan ish tugamaydi. Ba'zan odamning kartasi muddati tugagan bo'ladi. Hisob raqami yopilgan bo'ladi. Karta bloklangan bo'ladi yoki pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan bo'ladi. Shunda to'lov tayinlangan bo'lsa ham pulni olishda muammo chiqadi. Ayniqsa qariyalar farzandlarining kartasidan foydalanadigan holatlar bor. Men buni tavsiya qilmayman. Pensiya va nafaqa oluvchining o'z nomidagi karta yoki belgilangan to'lov usuli aniq bo'lishi kerak. Chunki keyin nizo chiqsa, pul kimga tushdi, kim ishlatdi, qariya rozimi yoki yo'qmi degan muammolar paydo bo'ladi. 5-nozik masala, norasmiy ish staji pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. Ko'p odam men 20 yil ustada ishlaganman, 10 yil bozorda savdo qilganman, 5 yil fermerda ishlaganman deydi. Lekin hujjat bo'lmasa, ish haqi rasmiy ko'rinmasa, badallar yoki soliq to'lovlari aks etmasa, buni pensiya hisobiga kiritish qiyin bo'ladi. Shuning uchun yoshlar ham, hozir ishlayotganlar ham bundan xulosa qilish kerak. Rasmiy ish, rasmiy oylik, mehnat shartnomasi va elektron mehnat daftarchasi kelajakdagi pensiyaning asosiy hisoblanadi. 6-nozik masala, hujjatlardagi ism familiya farqi. Eski hujjatlarda bir harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Karimova bir joyda Karimova, Abdullayev bir joyda Abdullayev. Tug'ilgan sana bir hujjatda 1929, boshqasida 1906. Bunday farqlar oddiy ko'rinsa ham, pensiya organi ularni tekshirmasdan hisobga ola olmaydi. Bu holatda FHDYO, arxiv yoki sud orqali hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat yig'ayotganda faqat nusxa olib borish emas, ma'lumotlar bir-biriga mosligini ham ko'rish zarur. 7-nozik masala, chet elda ishlagan davrlar. Ayrim yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar bo'yicha pensiya hisoblash masalasi xalqaro shartnomalar, rasmiy ish, to'langan badallar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Har bir holatda tartib bir xil emas. Men chetda ishlaganman, demak hammasi qo'shiladi deb o'ylash xato. Lekin hujjatlar bo'lsa, ularni tekshirtirish kerak. Chunki ayrim hollarda bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 8-nozik masala. Qo'shimcha to'lovlar qarzdorlikka ushlanib qolishi mumkinmi degan savol. Agar fuqaroning aliment ijro hujjati, kredit bo'yicha sud qarori yoki boshqa majburiy ushlovlari bo'lsa, ayrim tushumlarda ushlanmalar bo'lishi mumkin. Buni bankdan yoki majburiy ijro byurosidan aniqlash kerak. Odam menga 1 million chiqish kerak edi. Lekin kam tushdi desa, sabab pensiya bo'limida emas, hisob varaqdagi ushlanmada bo'lishi ham mumkin. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya yoki nafaqa miqdoringizni tekshiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, ijtimoiy himoya markaziga yoki tegishli davlat xizmatlari kanallariga murojaat qiling. Siz mening pensiyam qanday hisoblangan? Stajim necha yil deb olingan? Qaysi ish haqi davri hisobga kiritilgan? Qanday ustamalar bor? Oxirgi qayta hisoblash qachon qilingan deb so'rashingiz kerak. Savolni umumiy bermang. Aniq so'rang. Menga pul qo'shiladimi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Mening stajim to'liq kiritilganmi? Falon yillardagi ish joyim hisobga olinganmi desangiz, masala aniq bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalar, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik holatida vafot guvohnomasi va o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir odamga hammasi kerak emas, lekin qaysi holatga taalluqli bo'lsa, o'sha hujjatlarni olib boring. 3-qadam, ariza yozing. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, falon yillardagi ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni hisobga olishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, yangi tibbiy xulosa asosida to'lov miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa,
Farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sabab to'lovni davom ettirish yoki qayta tiklash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi olishga harakat qiling. 4-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Davlat organlari arizani belgilangan muddatda ko'rib chiqadi. Lekin hujjat yetishmasa, arxivdan ma'lumot kerak bo'lsa, tizimda mos kelmaslik chiqsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Shuning uchun 15 kundan keyin holatni so'rab turing. Agar rad javobi berilsa, nima sababdan rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi normaga asosan deb yozma tushuntirish so'rang. Yozma javob keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. 5-qadam. Bank va karta masalasini tekshiring. Pensiya tushadigan kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulanganmi? SMS xabar keladimi? Hisobda blokirovka yo'qmi? Shularni tekshiring. Qariya ota-onangiz bo'lsa, ularning kartasini o'zingizda olib yurishdan oldin albatta ularning roziligi va ehtiyojini birinchi o'ringa qo'ying. Pensiya ularning shaxsiy daromadi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pulni nazorat qilish bahonasida qariyaning huquqini cheklamaslik kerak. 6-qadam. Mahallaga ham murojaat qiling. Agar qariya yolg'iz yashasa, kasal bo'lsa, uyda isitish, oziq-ovqat, dori-darmon bo'yicha muammo bo'lsa, faqat pensiya bo'limi emas, mahalla yetkiligi, ijtimoiy xodim yoki inson markaziga ham murojaat qilish lozim. Ba'zi yordamlar pensiya miqdorini oshirish emas, lekin qo'shimcha ijtimoiy xizmat. Moddiy yordam dori-darmon yoki parvarish shaklida bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha buni bilmagani uchun uyida qiynalib o'tiradi. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiyangizni oshirib beraman. 5 million chiqarib beraman. Hujjatni ichkaridan hal qilaman deydigan odamlar uchraydi. Hech kimga karta parolingizni, SMS kodni, bank ilovasi loginini bermang. Davlat to'lovi uchun sizdan telefon kodi so'ralmaydi. Agar kimdir menga oldindan pul bering, keyin qo'shimcha chiqaraman desa, bu xavfli signal. Murojaatni rasmiy idora orqali qiling. Hujjat topshirsangiz, qabul qilingani tasdiqlovchi belgi oling. 8-qadam. Oilada qariyalar bo'lsa, bu masalani ularning o'ziga tashlab qo'ymang. Ko'p ota-onalarimiz hujjat idoralariga borishga qiynaladi. Navbatda turishga kuchi yetmaydi, savol berishga uyaladi. Farzand sifatida siz ularga yordam bering. Hujjatlarni tartiblang. Eski mehnat daftarchasini ko'ring. Qaysi yillarda ishlaganini yozib oling. Arxiv kerak bo'lsa izlang. Pensiya bo'limiga birga boring. Ba'zan bitta to'g'ri berilgan ariza qariyaning daromadini butun umriga oshirib qo'yadi. Men sizga yana bir amaliy usul aytaman. Oddiy daftar oling va ota-onangiz yoki o'zingizning mehnat tarixingizni yilma-yil yozing. Qaysi yili qayerda ishlagan, lavozimi nima bo'lgan, taxminiy oyligi qancha bo'lgan, hujjat bormi yoki yo'qmi? Keyin mehnat daftarchasi bilan solishtiring. Qayerda bo'shliq bo'lsa, o'sha joy bo'yicha arxiv yoki sobiq ish joyidan ma'lumot qidiring. Pensiya hisobida eng ko'p xato aynan mana shu bo'shliqlarda chiqadi. Yana shuni ham unutmang, agar siz murojaat qildingiz, lekin javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga davlat xizmatlari orqali yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men darrov sudga yuguring demayman. Avval hujjatni to'liq qiling, yozma rad javobini oling, sababini tushuning. Lekin menga shunday deyishdi degan og'zaki gap bilan to'xtab qolmang. Pensiya masalasida har bir qaror hujjatga, hisob-kitobga va qonuniy asosga tayanishi kerak. Demak, avgust oyida ayrim qariyalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va boquvchisini yo'qotgan oilalar qo'shimcha pul olishi mumkin. Bu hammaning kartasiga avtomatik ergi bo'yi million so'm tushadi degani emas. Asosiy masala shuki, kimning pensiyasi oshirilgan, kimga qayta hisoblash qilingan, kimning oldingi oylar uchun farqi yig'ilgan, kim yangi hujjat topshirgan va kimda qo'shimcha ustamaga huquq bor. Shuni aniq bilgan odam o'z pulini talab qila oladi. Bilmagan odam esa o'ziga tegishli mablag'dan bexabar qolishi mumkin. Mening tavsiyam aniq, pensiyangizni tekshirtiring, hujjatlaringizni tartiblang, ariza bilan murojaat qiling, bank kartangizni nazorat qiling va firibgarlarga ishonmang. Ayniqsa ota-onangiz, bu bobongiz yoki yolg'iz yashovchi qarindoshingiz bo'lsa, ularga bugunoq qo'ng'iroq qiling va pensiya hujjatlari joyidami, avgustda qo'shimcha tushdimi? Tushgan bo'lsa nima uchun tushdi? Tushmagan bo'lsa tekshirtirdim deb so'rang. Sizningcha qariyalarga beriladigan qo'shimchalar yetarlimi yoki tartib yanada soddalashtirish kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing,
yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va oddiy fuqaroga kerak bo'ladigan huquqiy masalalarni yana sodda tilda tushuntirib boraman.